Poytaxtimizning Bektemir tumanida tungi xizmatga jalb qilingan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchi spirtli ichimlik ta'sirida ekanligi ma'lum bo'ladi. Holat yuzasidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Jazodan qutulib qolish ilinjida bo'lgan haydovchi xodimga rasmiylashtirilgan bayonnomani yo'q qilib yuborish evaziga jami 700 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida taklif qiladi. Xodim tomonidan haydovchiga pora olish va berish jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi bir necha bor tushuntirilishiga qaramasdan, haydovchi pora taklif qilishda davom etadi. Xodimning bildirgisiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda haydovchi xodimga va'da qilingan 700 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Bektemir tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.